Tanishing, bu Toshpo'lat va uning sevimli mashg'ulotlari: kompyuter o'ynash, hovuzda cho'milish, yaxshi ko'rgan qizi bilan gaplashish va mayli, buni aytmay qo'ya qolay. Xullas, Minecraftdagi bu narsa command block deb ataladi va Toshpo'latning fikricha bu keraksiz emish. Ammo men bugungi videoda sizlarga Minecraftdagi top 5 ta eng ajoyib, eng qiziqarli va eng jinnicha komandalarni ko'rsatib o'taman. Video boshlanishidan oldin o'zingizga choy damlab oling, men esa boshladim. Umid qilamanki, video oxirida Toshpo'latning fikri o'zgaradi. Ushbu komanda orqali orqangizdan mana shunaqangi almazli ko'prik hosil qilishingiz mumkin va umuman tepadan yiqilib tushmaysiz. Buning uchun birinchi navbatda mana shu buyruq orqali command blockni olamiz. Va unga xuddi mana shu komandani yozishimiz kerak. Va eng muhim joyi, command blockni xuddi men ko'rsatgandek qilib sozlaysiz. Va buni eslab qoling, har doim buni shunday sozlashingiz kerak. Va bizda hammasi tayyor. Endi siz qayerga bormang, orqangizdan almazli ko'prik hosil bo'lishni boshlaydi. Do'stingizni qoyil qoldirish uchun ajoyib narsalardan biri. Ko'pchilik mendan so'rashadi, Toshpo'lat sizni joningizga tegsa nima qilasiz deb. Shunchaki qo'limga oltin qilichimni olaman. Va Toshpo'lat shu zahoti yo'q bo'ladi. Hozir esa sizlarga buni qanday qilishni o'rgataman. Bu komandamiz orqali siz moblarni osmonga uchirib yuborsangiz bo'ladi. Buning uchun mana shu maxsus buyruqni yozib olamiz. Va xuddi boya ko'rsatganimdek qilib blokni sozlaymiz. Ana endi moblarni oldida qo'lingizga oltin qilichni olsangiz, ular shu zahoti osmonga ko'tariladi. Bu ham o'yinni yanada qiziqarli qilishga yordam beradi. YouTube kanalingiz uchun ham sifatli, ham arzon dizayn xizmatlari kerakmi? Unda sizga ushbu Telegram kanalini tavsiya qilaman. Bu yerda siz yuqori sifatli banner avatarka va prevyularni arzon narxlarda buyurtma qilishingiz mumkin. Hoziroq kommentariyadagi silka orqali dizayn xizmatlaridan bemalol foydalanishingiz mumkin. Navbatdagi komandamiz orqali orqangizdan mana shunaqangi olov chiqarsangiz bo'ladi. Bu safar esa bizga ikkita command block kerak bo'ladi. Birinchisiga o'zimizni olovdan himoya qilish uchun mana shu buyruqni kiritamiz va boyagidek qilib sozlaymiz. Ikkinchisiga esa orqamizdan olov chiqishi uchun mana shu komandani kiritamiz. Va bizda hammasi tayyor. Endi bemalol bu narsa bilan do'stingizni hayron qoldirishingiz mumkin. Toshpo'lat yoshligidan beri suvdan qo'rqadi va suvga tushgan zahoti cho'kib ketadi. Navbatdagi komandamiz esa sizga mana shunday suvni yuzasida yurish imkonini beradi. Har doimgidek birinchi navbatda command blockni yerga qo'yamiz va mana bu sehrli buyruqni kiritamiz. Ana endi blokni xuddi yuqorida ko'rsatilgandek qilib sozlaysiz. Endi suvga oyog'ingizni qo'yishingiz bilan suv muzlab qoladi va Toshpo'latga o'xshab cho'kib ketishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Ro'yxatimizdagi oxirgi komandaga qorli dinamit deb nom berdim. Chunki bu komandani ishga tushirganingizdan keyin qayerga qorli to'pni otsangiz, o'sha joy portlaydi. Buning uchun command blokka mana shu buyruqni kiritamiz va har doimgidek sozlab olamiz. Faqat e'tiborli bo'ling, agar bitta harf qolib ketsa ham bu narsa ishlamaydi. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin qo'limizga qorli to'plarni olamiz. Endi u bilan istalgan joyni portlatishingiz mumkin. Bu safar Toshpo'lat videomizda ko'proq qatnashdi. Agar bu sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi videolarda yana Toshpo'latni qaytaraman. Shuning uchun o'z fikrlaringizni kommentlarda kutib qolamiz. Toshpo'lat har bir izohni qoldirmay o'qib chiqadi. Har doimgidek keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.